Nexia 3 benzin nasos ishlamasa yo mana shu relay kuygan bo'ladi yoki mana bu предохранитель kuygan bo'ladi. Unda ham hammasi ishlasa nasosdan bo'ladi. U narsani kavladim, hamma yo'g'ini ko'rdim. Relay ham butun, предохранитель ham butun. Oxiri aybi mana bu relaydan chiqdi. Pastga relay qo'yishar ekan gazchilar. O'sha relay o'lganiga ishlamay qolgan, mashina injektorlari yurdi, lekin mana shu yurmaganiga ko'chalarni qolib ketib, o'zidan o'zi 1 soat turgandan keyin o'zidan o'zi ishlab, shunda ancha muammo bo'ldi. Agar hech qayerdan topolmasanglar, mana shu gazchilar mana shunaqa relay qo'yib qo'yar ekan, mana shu kuysa ham ko'chada qolib ketasizlar. Shuni hisobini olib qo'yinglar. Menga o'xshab kavlanib, kitranib, hamma yo'g'ini tekshirib yurgandan ko'ra birinchi mashinadan bo'lar ekan. Mana shu kuysa o'lar ekan yoki mana shu kuysa mashina ham yurmay qolar ekan. Bir-biriga promoy ham qilib ko'rdim, uladim. Baribir yurmadi. Oxiri mana shu kavlab turmay simdanligini aniq bildimda. Qarasam mana shu yerdan chiqdi. Mana shu titib chiqibdi. Buni ham relayda ham mana yoqqa bekitib qo'yuvdi ekan. Mana shu yerdan topdim relayni. Sal qo'yganda ham usta narsalar sifatlirog'ini qo'yinglar. Bunaqa teppa narsalarni qo'yib bizga o'xshab ko'chada qolib ketib yurmanglar. Yaxshi narsa qo'yish kerak. Rahmat sizlarga. Mana do'konga ham yetib oldik. Promoy qilib yangi qo'ydim ham relay. 87 bilan 30 da promoy qilib yetib oldim. O'zi relay 10 ming so'm turar ekan. Buni ham vaqtinchalik qo'ydim. Buni yaxshisi bor. Hozir do'konda mashq qoluvdik vaqtinchalikka. Yetib olgunimcha, endi yurib turgunimcha bo'laveradi hozircha. Endi mashina bo'lib menga o'xshab yo'llarni qolib ketsanglar, agar ustaxonalar uzoq bo'ladigan bo'lsa, mashinadan bo'ladi. Ayb hech qayerdan chiqmasa, mashinadan bo'ladi. Endi agar yana bitta foydali narsa, mana promoy bo'lib zamkani olib bo'lsa relay, mana benzin datchi yonib qoladi. Shundan bilsanglar ham bo'laveradi. 2 oy bo'ldi shekilli mashina olib muammolar chiqayotganiga 5 minutdan keyin yonadi. 5 minut to'xtagandan keyin, o'chirgandan keyin yana 5 minutdan keyin yoqsam yana ishlamay qoladi. Oxiri mana to'g'rilamasdan yurdim, oxiri katta ko'chada qolib ketdim. Oxiri shunaqa qilib bitta muammoyimdan qutuldim-da. Shu narsani ustalar ham aytib qo'ysa, mana shu relay monondan ham oldin o'ladi, mashina almashtiringlar desa, shu narsa bo'lmasdi. Rahmat. Agar bu mono o'ladigan bo'lsa, bu relay benzinga o'tkazib beradi-da, shuni foydasi bor bu relayni olib. Mon chiqarib yuborsam, hozir relay ishlaydi. Lekin meni hozirgi ahvolimda mana shu o'lganda ham promoy qilib yuravergan bo'lardim. Muammosi yo'q edi, bo'lib ham hozirgi paytda gazlar yo'q, benzinda yuribmiz. Shunaqa kimgadir foydali bo'lsa, o'zim xursandman. Rahmat.